Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, charchamayapsizlarmi? Ishlar bilan charchamay. Sabr qilayotgan dehqonni ishiga Alloh baraka bersin. Biz men ko'chat bosish jarayoni xudo xolasa. Kasetalarimiz, stakandagi, kashidagi stakanlarimiz, koreyskilar. Nasıl birinchi partiyasi bosilib bo'lindi, endi yana ozgina qoldi. Bu issiq ham bermayapti, ko'ryapsizlar-ku. Zangirenda ham xudo xolasa 35 dan baland naryoqi. Issig'imiz 35 dan baland. Endi erta xudos mana bu tomonga o'tamiz. Endi albalarimiz ham tanoblari keldi uji xudo xolasa. Mani bostir deb o'tiribdi. Chiroyli normada mana qarang. Chist normasi keldi uji mana. Hammasi shunaqa uzun o'sib ham ketmagan. Qo'rqinchli emas, chiroyli normadan qarang. G'ij tanob. Alba, o klerimiz. Hammasi kelib qoldi. Endi xudo xolasa bular bostirib chiroyli ko'chatlarga yetishtirish birdan bir maqsadimiz. Kelganingizda albiyonlarimiz mana 8lik stakanga chiroyli bostirib qo'ygan. Bu hali meva berishda hali ham davom etyapti albiyonlar. Bir biyozor ko'chat ekanda bu. Bitta shodan oxirgilari qoldi. Birinchi pishgan shodasini hosillari. Yaltirab turibdi chiroyli bo'lib. Onasining ham holati mana. Ko'chatlar ham tekisda mana birin-keti kelibdi sekin. Qolib ketgan mevalar pishyapti mana. Birin-ketini aytibman, mana hosil kattaligi mana qo'lda qarang. Pastdagi albiyonlarimiz ham bir sirg'a tanobini berdi. Bularni ham sekin bostiramiz endi. Yana xudo xolasa bu yerga 5 kun, 6 kun qattiq ish, mehnat. Dehqonni boshi mehnatdan chiqmasin o'zi aslida. Chiroyli bo'lib turibdi, ko'ryapsizmi? Bular tanoblari ham keldi, albiyonlar tanoblari ham. Xudo ozgina qoldi, bir 4 kun, 5 kun kutib tursak, aytgan natijalar beriladi bu yoqda ham xudo xolasa. Bu yoqda ko'chatlardan o'zi birinchi nishonlar ko'rsatyapti. Hammasi o'sha gullari, chekadan gul kelyapti hammasi. Chiqib chiroyli bu. Faqat hasharotdan ehtiyot bo'lish kerak endi. Yoz mavsumida meva olish ancha qiyin, murakkabroq. Hasharotiga qarshi, kasalligiga qarshi, ildiz chirish kasalligi, boshqasi ildizni rivojlantirishi, shu hammasiga e'tibor berib turilsa, maqsadga muvofiq ish bo'ladi xudo xolasa. Mana. Keyin shuni bir olaychi. Bu yerga xudo xolasa bozorlarimizga chiqadi endi. Bunday qaraganingizda birinchilar pishib tayyorlanib ketdi. Nari borsa 5-6 kun. Shuni yerga ketdi. Ko'chat, hosil, ko'chat. Shuni qilib bir chekadan ketaveradi xudo xolasa. Holatini ko'rsatdi mana. Bir dona begona o't o'zi yo'q orasida. Opalarim chiroyli qilib vaqt bilan begona o'tlardan tozalab berib yordam beryaptilar. Chiroyli ishlarda olib boryapmiz xudo xolasa. Nar chekasidan xudo xolasa oziqasini berib kelyapman. Beqarab, o'sha yerdan beqarab kelyapti oziqa berish jarayoni ham. Biz bugungi kunda 3:18 beryapmiz. Hadi iloji boricha kechki mahal, kech salqinda oziqa bergan ma'qulroq. Bu yerda ham koreyskilarimiz. 2 kun avval koreyskilardan bostirib bo'ldik stakanlariga. Bu ham xuddi o'sha mana 8lik stakanga bo'lyapti hammasi. Shunaqa holatda. Albion, Alba, Kleri. Mana bunimiz endi koreyski xudo xolasa. Faqat endi issiq, endi ozgina qiynayapti endi bu. Yoz faslining mo'jizasi shuda endi nima qilasiz boshqa. Qishda sovuq bo'ladi, bahorda iliq, yozda issiq. Bu zamin shuning uchun yaralgan xudo xolasa. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar. Keyin shu mevani taroziga qo'yib ko'ramiz bu. Mana
Hozirgi kundagi albionlarimiz grammi necha berar ekan. Hozir oziqa berish jarayoni mana 3.18. 1 kilo 200 qo'shyapman. Magniy sulfat 200 gram, 30 gram Aquamix. Buni endi yashiradigan joyi ham yo'q. Mana bitta mevamiz 32 grammi 8 ekan, 32 gram chiqdi. 23 gram bo'yak. Chekrasam shu daladan terilgan meva hozir endi. Charchamanglar, har bir dehqonni qilayotgan ishiga Alloh baraka bersin, kasb-korimizga baraka bersin. Xalqimizni dasturxoniga ekish uchun mana bu dalalarimizga chiroyli ko'chatlarni, mevalarni yetishtirib berishda biz dehqonlar charchamaylik. Allohning o'zi kuch-quvvat bersin. Charchamanglar.